Mamlakatimizda birinchilardan bo'lib LG brendining QNET texnologiyasi, podsetkalari mini LED bo'lgan va asosiysi 2026-yil modelini to'liq obzorni qilib beraman va video davomida u haqida to'liq ma'lumot va boshqa mini LEDlar bilan farqini aytib o'taman va shunga o'xshagan videolarni o'tkazib bormaslik uchun bizga hozir obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Shu modelimiz 75 QNET 70B modeli bo'lib 2026-yilda Indoneziyada ishlab chiqarilgan va o'sha podsetkalari mini LED bo'ladi. Ya'ni oddiy LEDga qaraganda ancha yorqinroq bo'ladi va LEDlari mayda ko'pligi hisobiga boshqa televizorlarga qaraganda 400-500 nit kuchliroq bo'ladi va ranglar ijrosi bu yerda QNET texnologiyasi qo'llangan. Shuning uchun shu televizorimizda ranglar nihoyatda e'tibor berilgan, ya'ni 100% ranglarni sizga yetkazib beradi. Keyingisi prosessorlari Alpha 7 AI Gen 9 bo'ladi. Bu mana shu ko'rsatayotgan tasvirlaringizni maksimal darajasiga reallikka yetkazib beradi va oddiy Full HD yoki HD'larni maksimal darajada 4K upscale funksiyasi orqali 4K ga yaqinlashtirib beradi. Va asosiy yangiliklardan biri ushbu 2026-modellarimizdan LG Shield texnologiyasi qo'llaniladi. Ya'ni har xil kiber hujumlardan va o'zingiz dannilaringizni yo'qolib qolishi va boshqa vredniy programmalarni oldini olishlik uchun nihoyatda zo'r programma va bu yerda yana boshqa himoyalar ham qo'llanilgan. Birinchilardan bo'lib chaqmoqdan himoya, ikkinchisi tok kuchlanishiga qarshi va uchinchisi namlikdan himoya va LG Shield bilan 4 ta himoya bo'ladi. Nihoyatda baquvvat qilib ishlashgan 2026-yil televizorlarni va keyingi modelimiz bo'lsa AI prognoz, ya'ni AI Concierge deydi. AI prognoz programmasi bu ajoyib programma ekan. Shaxsan o'zimga qiziq bo'ldi va bu programma asosan sport rejimlarida ishlatsangiz, ya'ni misol O'zbekiston va boshqa Portugaliya boshqa o'ynayotgan bo'lsa, o'zi o'yinga qarab turib o'zi prognoz qilib berar ekan. Qaysi biri yutadi, qaysi biri yutqazadi degan prognozlarni qilib berar ekan. Bu sun'iy intellekt orqali amalga oshirilar ekan. Va keyingisi True Motion, ya'ni ushbu texnologiya qatib qolmaslikni oldini oladi. Ya'ni misol tezkor rejimlarda yoki action kinolarda yoki futbol rejimlarida qatib qolmasligini oldini oladi. Va keyingisi bo'lsa sport xabarlari, ya'ni sportivniy uvadim deydi. Ya'ni kino ko'rayotganingizda yoki boshqa bir ish qilayotganingizda, misol o'zingizni futbol boshlanib qolsa, sizga darrov futbol haqida sizga ma'lumot beradi va tezkorlik bilan o'tishingiz mumkin. Va ushbu televizorimiz 60 Hz bo'ladi va o'sha o'yin uchun nihoyatda mos va bu yerda qo'shimcha funksiyalardan biri LG Gallery, ya'ni misol televizor ko'rmayotgan paytingizda 100 dan ortiq dunyo shedevrlarini tomosha qilishingiz mumkin va ovozlari bo'lsa 2.0, ya'ni 20 vatli bo'ladi va asosiysi kafolati 1 yil ofitsial garantiya beriladi va ushbu televizorimizni pultini ham ko'rishingiz mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan tugmalari ham bor, nihoyatda ixcham qilib ishlangan va ushbu televizorimizni narxiga keladigan bo'lsak, kimga qiziq bo'lsa bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlar o'zgarib turibdi. Biz sizlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz va meni shaxsiy fikrim boshqa LED televizorlarga, boshqa mini LED televizorlardan farqi oddiy LEDlardan-ku gap so'z yo'q. Nanodan ko'ra ancha yuqoriroqda buni texnologiyasi, ya'ni OLEDdan pastroq, nanodan yuqoriroq. Lekin boshqa mini LEDlarga qaraganda, misol hozirgi kundagi TCL brendi C7, C6larga qaraganda yarkisi ozgina pastroq ekan, lekin ranglar jilosi, filmmaker modlarda ulardan ko'ra lekin o'tib ketyapti. Va xuddi shunga o'xshagan kimga original televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin va bizni kuzatib boring. Bundan yaxshilarini albatta sizlar uchun obzorni qilib beramiz.